qarang endi shu qushlarni hecham tugatib qo'ygim kelmayapti kadrda. Assalomu alaykum deganman oldingilarimda, kadrlarimda uzr. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim, salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Ko'ring, shu qushlarni olgim kelyapti. Hozir tashqaridan deng, shunday mashina o'tsa, yo'l yog'imiz nimamizni devorimiz u yoq tomoni, chegaramiz u yoq tomoni. Chegarani demasang ham bo'laveradi-yu. Bu qabrimizda chegara bo'lmaydi-ku. Nimaga biz chegaramiz, devoramiz ekan-a? U yog'ida mashinalar o'tadi-da, shu mashinalar o'tganda, odam o'tganda pir etib po'qishgani tepaga chiqib ketishadi. Xuddi bularga ozor berib qo'yib turgandek. Nimaga insondan bular qo'rqadi? Shu biz haligi yoshligimizdan cho'zma bilan bolalarimizni otib, shu qushlarga otib mo'ljalda yurgan uchun shu qushlardan foydalanib bizda Allohim bizni gunohlarimizni kechirgan qushlar, bizni gunohlarimizni kechiringlar. Shu narsaga o'rgatib bizda bizni bolalarimizni. Koreyada unaqa emas. Sizga aytyapman-ku, oddiy yerda yotgan, hali yomg'ir yoqqandan keyin chuvalchang chiqib qolsa, shu chuvalchangni ham chetga olib qo'yishadi. Seni mendan keyin kelyapti turgan odam ezib olmasin deb. Qarang, bular qanaqa xalq? Ular musulmon bo'lmasa ham, qarang buni insofini borligini, haligi chuvalchangni ham chetga olib qo'yishini, o'lib qolmasin deb, yashasin deb. Qarang endi, mana endi hozir chumchuqlarimiz qarang, maza qilib qandosh bo'lib, quyosh taptiga o'tirishib, deng ozgina quyosh tushyapti betga. Nima qilib mahalla bo'lib, qarindosh bo'lib deng o'tirishib, qo'shni bo'lib mazza qilib gaplashib rizq yeyishyapti. Mana tepada hali anorimiz ham yeyishyapti, ichidan shu anor tegi to'planishyapti-da. Mazza qilib, "Voy, kelinglar, shu yerga meni rizq tashab qo'yibdi" deb mendan ham xursand bo'lishyapti. Savoblar umidvorlarimizga tegsin. Hammamiz bizlardan bo'lgan umidvorlarga tegsin. Hammamizdan bo'lgan umidvorlarga tegsin. Muhtaram kuzatuvchim, bizni kuzatayotganingiz uchun sizga tashakkurlarim. Bizni olyap turgan, hammasi kadr qo'yib turgan, YouTube'ga qo'yib turgan narsalarim foydali bo'lsin deb ham qo'yapman. Bir tarbiya maqsadida ham qo'yapman. Bir hayot maktabimdan olingan narsalarni qo'yapman. Borlaringga shukr. Ihson qilish maqsadida ochilgan kanalimiz. Bu bor haqiqat. Bu sizlarni aldab yoki PR qilib gapirganim yo'q. Bu bor haqiqatni qo'yapman. Kadrni ham bir marta olyapman xolos. Hali bir dubl, ikki dubl qilib olayotganim yo'q. Kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, a'zo bo'linglar. Qo'ygan yaqinlarni ham bizga a'zo bo'lishga chorlab qo'yinglar. Xayrli kun bo'lsin, salomat bo'linglar.